Hayır sen bana karın şaptalınca ben karın karınca. Lekin damlab ketdi. Hoji sayfda shoptalga turib qorni damlab ketgan. Odam o'zi olib julib jesa, u boshqa bir Uni mazasi izzati bor. boshqa raqam. Shuning uchun voga kujedik, deb aytsak. Altavni boqtostiramiz qara, bir tekda taqayorim shudan. Oğlum bu qanday shirin ekan, maşallah. Xudoning hammalariga nasib qilsin. Amin. Kayf qildim. Yengil ekan men vaqtli. Men aytib kuchim jotdi. Jetishmi? Shuni olib Ay juvan, yetyapti, vazningga kim kelmadi. Buni otaylayver. Allohu akbar. Polvon aka, shaftolilar qandaydir? Qo'lingizda ushlab ko'rdingiz. Shaftolilar pishib-a, bo'shab-a? Shaftoli dey mashallah. Oxirim ishladi. Ha. Vah. Charchab qoldik. Qanday bo'ldi, polvon aka? Odam Azar vaqt shaftolisi. Paxta deydi qilar. Odam desa Assalomu alaykum do'stlar, o'g'illar. Umidvorman sog' salomat bo'lsalaringiz. Do'stlar, qismat ko'rasizlar, biz bir shaftoli bog'ida kelganmiz. Ammo bunda bizni bilamizga Qiyomuddin Rahmoniy mashhur va salomat pahlavon. Bunda bor muhtaram Zohidyor say bizni bilamizga bor. Mana kishini ko'rasiz, Azizulloh Qayumiy. Sizlar bu kishini filmlarga Banomi Nazir Qulboy taniysizlar. Muhtaram Nurul Haq Samadi ham bizni bilamizga bor. O kishini ham filmlarga sizlar Banomi Hoji Temur yo Hoji Saxiy taniysizlar. Bir do'st deganimiz ham bor, Banom Lutfulloh. Oyog'i bir necha kun oldin bir bitta afgor bo'libdi. Chagasi bor, o do'stimiz ham kelyapti. Qismat ko'rasizlar, bugungi barnomamiz qismi barnomadir. Nomida shaftoli teradi. Salomat pahlavon. Qana ko'ramiz, qana pahlavon aka, nima tasmin bor? Shaftoli qanday shaftolidir? Buni so'raymiz. Pahlavon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu va rahmatulloh. Qanday o'qisizlar siz? Tashakkur, sog' salomat bo'ling. Pahlavon aka, qanday ko'rasiz? Bunda fikr qilmay shaftoli yegan ekansiz. Biz bugun Azarbayjonning eng mashhur bog'lardan biri, jumla do'stlardandir. Bugun taslimot do'stlar bilan birga shaftoli yesak deb. Albatta fursat topib keldik bugun. Janob Zoidiyar so'ga keling. Janob Nasiruddin Zoidiyar va jumla do'stlardan Azarbayjondan behtari bog'i bor. Bugun shunga taslim olishib kelganmiz. Bugun qancha jiyalarimiz, qancha julib olinamiz bilan daraxtga chiqib tag'in odam sinib kelmasa qo'rqayman bu yerdan. Tavakkal bu Xudoali bir shuruqla yaqinlashyaptilar jiloga. Bas jiviga gapirishamiz. Yaxshi gap. Zoidiyar sayf, qana bu daraxtlarni necha yil bo'ldi sizlar ekansizlar bu mevaga kelibdi? Bu daraxtlarga bir 5-6 yil bo'ladi mevaga kelganiga. Do'stlar shunday jilg'a keladi bu yerga tafriga. Har yerdan viloyatlar muxtalifdan, qariyalardan shaftoli yemoq uchun bir tafriga joydiga bu bog'lar do'stlarcha bugun bois iftixor ki Rahmoni say bizni bilamizga ki Banomi Salomat Pahlavon mashhurda. Bu bizga qobil iftixor, bois iftixor ki kelibdi. Xush kelibdi. Sog' bo'ling, Zohidiyar say buzrukvor. Qandaydir bu shaftolilar bozor ham olib borasizmi? Qanday gap mavzuga gapiring. Xo'p, agar do'stlardan izofali qilsa, bilsakki zoyat bo'ladi, bozorga ham arza qilamiz. Yaxshi gap, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hoji deb qandaysiz? Yaxshimisiz? Shukr, bizni ham yaxshimi? Tashakkur, sog' bo'ling, baxayr bo'ling. Salomat pahlavon Andivolimiz bilasiga borsiz degan. Hayır sen bana karın şaptalınca ben karın karınca. Lekin damlab ketdi. Hoji sayfda shoptalga turib qorni damlab ketgan. Ola da men bu qaror jeb bo'lib keldik biz. Jo'gan bo'ldi. Yana sizlar bog'da ham ko'rmoqchisizlar degan. Ay endi bu bog'lachi qaror qana bu shaptali. Yo'q, bunday bor. Yaxshi jamoat. Buni biz keldik, Zoidiyar say o'zi julib qo'ygan ekan omada qilib. Zoyta o'lku yaxshisi, behi barobar bo'libdi. Odam o'zi olib julib jesa, u boshqa bir mazasi bor. Izzati boshqa raqam. Shuning uchun voga kujedik, deb aytsak. Altavni boqtostirga biz qara bir tekda taqayorim shudan tasmin bor bu ketigina. Polvon aka, qandaydi daraxtlar fikrimcha qo'l yetishmaydi.
daraxt ustiga chiqasizmi? Qanday qaysi? Tavakkal boqida ko'raydi qani vaznini ham ketagina masab ko'proqdir. Bir shaxmat tushga tag'in zoyi yersa odamni orqasidan surib yurmasa. Tavakkal boqida hamma yog'acham bor endi, men bor ekan, nazarim qaraykan bor ekan. Xarakterimiz bilmayman boshqa do'stlar nima deydi? Pitosiya qo'yib chiqadini bilan biroq. Momadi shuni qo'yamiz, asli chiqmaymiz. Yaxshi gap. Azizul aka qandoqsiz? Yaxshimisiz? Shukr, baxar va smash. Tashakkur, sog' bo'ling, baxayr bo'ling. Qanday edi? Filmlaringiz idomasi bormi? Bor inshaalloh, kam bor ha. Nima qilib boryapman. Yaxshi gap, yaxshi gap. Sog' bo'ling, ey. Baxar bo'ling. Baxayr bo'ling. Brandvol deganimiz ham bor. Qanday? Yaxshimisiz, Lutfulla aka? Yaxshimisiz. Tashakkur, sog' bo'ling, baxayr bo'ling. Inshaalloh shifo bo'lsin. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Umidvorman bu taklif bo'lmasangiz. Salomat bo'ling, yaxshi deng. Yaxshi gap, mana boqqa keldik, inshaalloh bir tafriy sayohat bo'ladi, ha? Salomat bo'ling. Qana ko'ramiz, qana polvon aka, shuru qiling qana, shaftolini qanday qilib olasiz? Tavakkal boqida. Vaziyatga qayta qo'yib Jengil ekan men vaqtlik. Yel ay kuchim jotdi. Bismillah. Bismillah. Buni qayerga qo'ysak? Hey, mana kel. Buni qayerga qo'ysak? O'tirmaydi. Getayalam to'tin. Bani bosma. Mana o'rniga. Men shog'il qilmoqchi taklif. Vaqtda bo'lma. Mana xabarni. Tövbangga qara. Narjoq qara. Men chopa burin qol. Qo'lga chiqqan odam qo'rmaydi ekan, xafalaqlab Yo'q, qo'rqqan. qo'rqqanim, avval tasab qo'rqqanim yo'q. To'pini ber. Jetishmi? Shuni olib qo'y. Olib qo'ying. Allohu akbar. Pasaychi. Ha. Ana shu yog'ochlar uchta bor. Ay juvon, yetyapti, vazningga kim kelmaydi. Nima deyber? Ha, endi uni olib kelasiz, birini sopking. Ana shuni tayamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Polvon aka pishganni olam. Shundoq kechir. Yana hammasi barobar. Qo'y vaqa. Ey, oyoqni mana desa, mana qo'lingda tomonga. Ey, oralikda katta-kattasini. Ana shularni olam. Barik buni tayla. Endi yaxshi qo'yasan uni. Eynasdan bir shuni bosib olib o'ynab. Hammasi shunday ekan. Mashinaga muskotaga shishirib oldik bas. Har qadar o'zidan eslarni. Oqibati bor. Polvon aka, shaftolilar qandaydir? Qo'lingizda ushlab ko'rdingiz. Shaftolilar pishib-a, bo'shab-a? Shaftoli dey mashallah. Almin jasadam kayf qiladi. Fikrimcha, men to'lqonlarga bir vaqt sarvaman, boraman, shoirlarga Ozarbayjon shaftolisi qichirib yotgan Ozarbayjon boradi-ku, ha? Alhamdulillah, Ozarbayjon mana shu vaqtlar nom chorgan mashhurdir. Xususan tag'in juzumi va shaftolisi. Ana juzumda ham dami chiqibdi, qora juzum. Mana bu yoqqa men shaftolilar chiqdi. Olib boralmadim. Bog' ko'p. Ozarbayjon xili bog' bor inshaalloh. Mardim olib boradi, shu banome shaftoli Ozarbayjon mashhur bo'lgan hali. Shu mardim bog' qurib yotgan bir vaqt yeshitsangizda shaftoli Ozarbayjon deb. Shuning uchun mardim ko'p bo'ladi. Voqean ko'p. Ob-havosi ham barobar beradi. Nimasi shaftoli shu juzum ko'p, anguri ko'p barobar pishadi. Yaxshi gap. Yaxshimi, polvon aka, davom eting. Ha, bu hayvonning bo'lsa. Ol polvon, ey, o'rga olib boray. Mana sebetek chiqib qolmaymi? Yo'q, turadi, sebetek ustiga turadi. Nega kelmasin deb. Yo'q, buni ustiga qo'y, turadi. Mana yoqqa hech kim yo'q. Qattiqdan jirin bu bo'shab qoladi bu o'shoqni. Aya. Bo'shab qoladi, ketinlar Nimada? Meni sebetek deb qo'ying. Bismillahirrahmanirrahim.
Shuni torting. Shuni torting ana shuni. Qarang. Men shuni olaman. Ketyapmi? Sinmasin. Ekan bu. Palvon aka, qanday deng? Bunday filmlaringizda ham davom bormi, yo'qmi? Filmlar taqriban 1,5 yildan beri ba'zi mahdudlar uchun to'xtatganmiz. Masalan, biran filmoy sayohati, birinchidan nima qilishning tajovuzdan chiqmayapti, biran videoy sayohat yo'llaymiz. Mutassifona mana filmoy Salomat Pahlavon barkalangan nashr bo'linmaydi. Taqriban 1 yildan ko'proq, 1,5 yil bo'ldi. Ammo orqasidan bor biz vaqaga chavishimiz inshaalloh. Qana ma'lum hamkorlar orqamizdan bu kuni bir joyga bormak, qarab vaqtda inshaalloh ishimizni hal qilamiz degan. Xudo xolasa hal bo'lsa, faslag'in filmlar aysa shuru qilsa boshladi. Yaxshi gap, yaxshi gap. Do'stlar, qismi ko'rasizlar, Azorbog' yana Azorbog' yana 1000 bog' degan ot qo'yilgan Azorbog'ga. Shu shaklda bog'i juzum boru, alma boru, shaftoli boru, anor boru, har qism bog' desangiz bunda Azorbog'da topiladi. Mana bu shaklda almalarni ko'rasizlar. Mana bu almalar ham fikrimcha bir oy ko'y arasiga bular ham tushadi. Yana Azorbog'cha 1000 bog'idan birisiga biz kelganmiz. Yana bu bir bog'. Shu shaklda Azorbog' taqriban 15 mingdan to'ba va 20 mingdan to'ba kishi bunda yashaydi. Mana shu bog'lari bor. Shu shaklda sizlar ko'rasizlar. Tamomi bog'dan bu Azorbog'ga bordir. Tamomi mevajot bog'idan. Palvon aka, shaftoli juldingiz, ha? Shaftoli julyapti, ha. Ben bir biteshdan 5-6 juldim, men ko'plab bo'yim yetishmadi. Shunga hozir qo'yib to'baga chiqarib qo'yibmiz, mashina mana ko'pincha juldayapti endi. Ey vaqtda bor suvlar ham bor. Qaydi ishga bir jazoy do'stlar. Bir yaxshi yaqin bo'lsa. Masalan Oysep, qandaydi fikr qilaman shaftoli yeyapsiz? Aya shaftoli yaxshi ekan, har odam bundan olib jeganda meni mazasi boshqa raqam bo'ladi. Ha. Lagiga jubar qanday kerak, buni mazasi qarang. Fikringizga bu qaysi faslda shaftoli sizdan? Bo'lsa moy javzam bilan moy saratonni o'rtasida ekan bu. Ana oddiy saratonmi, jeti saratonmi? Ana mumkin nashoni vaqt ekanda buni. Ha. Aya o'sha masalan biz ham nobilamiz, ko'plar. Javzai shaftoli deb yo saratoni shaftoli deydi. Aya shu endi yoki oyda o'rtasiga pishibdi-da, albatta buni yegasi shart bilsa, bu yo moy javza yo moy saratonniki. Biz masalan jevin bilamiz. Ha, yaxshi. Aya. Voy. Charchab qoldik. Qanday bo'ldi, Palvon aka? O'lam Azorbog' shaftolisi paxta deydi ham qiladi. Odam desa kayf qiladi. Shuncha juldiq, buni olib boraylik. Mujvaya baqay. Agar boshqa mehmonlar bor mehmonxonaga. Bir shunday kayf qilamiz. Alloh. Abayda bir tush boraylik inshaalloh.
Mana inson so'yib. Xayr ko'ring, xayr ko'ring. Keling hoji. Ochib o'ltiring. Har biri o'ltiring. Zang kelaveradi. Kelingizlar, Aziz Qulboy. Ben şatlanayım. Tamam, o'zlaring taqib yurasiz. Kel. Ha, bizga ham bormi shaftoli? Bor, keling. Keling deb polvon o'zi taylab olibdi. Ya qornim og'rib ketdi bu yerdan. Bu yoqdan keling. Bu yoqdan keling. O halol kiyotda xeyr ajirdik. Ha. Shaftoli, inshaalloh shaftoli ham. Bismillahirrohmanirrohim. Lekin polvon bilan o'zini o'xshaydi. Mana bitta mulayim bor ekan. Sabatda ko'p. Ha, bilan mulayim. O'ga boqda siji bo'lar, o'ga tan boramiz, ishlarga jimjuvon. Ha. Jug'anab ketdi, on jug'kesin baqa ekan. Jug'kesin. Shaftoli bir jonivor yaxshi nechada dasti hal bo'lib ketadi. Men qornim og'rib ketgan. Polvon bu qanday shirin ekan, ha, mashallah. Xudoning hammalariga nasib qilsin. Amin. Kayf qildim. Aziz do'stlar, biz bugun voqean shaftolini olsa kelib kayf qildik. Shu bugun basta shu tabustonni issig'ini kun chiqardik, xudoga yaxshi. Xudo sizga xayr quvvat bersin. Qachonki aloqamantir shaftoliga shavqidir. Azarbov keladi, biz xizmatga boramiz inshaalloh. Minglarcha bog' bor. Qanchaki mehmon keladi, biz shaftoli uchun hech bir ray urmaymiz, ya'ni shaftoli ko'p dehqonchilik. Yani. Sizlar qismi ko'rasizlar. Mana bu barnomamiz edi. Bugungi barnomamizga shaftoli xo'rlik qildik. Yana Salomat Pahlavon boradi. Videomizga shaftoli yedik. Voqean xeyli bir barnoma jolib edi. To oyinda barnomalargacha sizlar Xudoga topshiramiz. Xudo xizlarsiz.